O'zbekistonda kuzatilayotgan issiq ob-havo sharoitida ochiq havoda mehnat qilayotgan xodimlarni himoya qilish bo'yicha ish beruvchilar bajarishi shart bo'lgan talablar e'lon qilindi. Bu haqda Mehnat inspeksiyasi xabar qildi. Qayd etilishicha, bunday sharoitda xodimlarda issiq urishi, suvsizlanish, hushdan ketish va yurak-qon tomir kasalliklari xavfi ortadi. Shu sababli korxona va tashkilot rahbarlaridan ish sharoitlarini jaziramaga moslashtirish talab etiladi. 11:00 dan 16:00 gacha tashqi ishlarni qisqartirish, tashqarida bajariladigan ishlarni qisqartirish yoki to'liq to'xtatish, og'ir jismoniy mehnatni cheklash, xodimlarni doimiy ravishda toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, soyali yoki sovutilgan dam olish joylarini tashkil qilish, ishchilarga yengil havo o'tkazuvchi va issiqdan himoya qiluvchi maxsus kiyimlar berish lozim. Bundan tashqari issiq sharoitda ishlashga jalb etiladigan xodimlar albatta tibbiy ko'rikdan o'tgan bo'lishi lozim. Ishchilarga issiq urishi belgilari bo'yicha ma'lumot berilishi, sog'lig'i yomonlashgan xodim darhol salqin joyga olib borilib, unga zudlik bilan birinchi tibbiy yordam ko'rsatilishi shart.